Aka bu desertlar. Marojnamiz qaymoqli, tez erib ketadi faqat. Shunisini hisobga olasiz. Mana bitta tatib ko'rasiz. Husanboy, nimalar qordingiz? Aka sizga mana ko'rayotgan bo'lsangiz O'zbekistonda yo'q desertlarni olib keldim. Endi siz tatib baho berasiz. Ikkita olsa bitta qo'shib beryapmiz. Ikkita xuddi olsa bitta qo'shib berilyapti, ikkita suv olsa bitta suv. Avvalambor, juda xursandman, chunki Husan jamoalari o'zlari juda harakat qilishyapti va qisqa muddat ichida ko'p joylar ochib tashyapti. Hammaga emas. Rahmat aka, hammaga nasib qilsin iloyim. Shunchalik harakat qilib, zo'r narsalar qilishyapti. Ozgina yeb ko'rib, imkon boricha o'sha o'zimni xolis fikrimga yetishga harakat qilaman. Hop, xuddi qilsalar, menimcha French xuddi-ku bu. Ichiga savol beradi. Shunaqa. Xuddi sosiskasi. Bu qanaqa xuddi? Bu menimcha koreyskisi bo'lsa kerak, yana koreyskiy. Bismillahirrohmanirrohim. Zo'r. Bunisi amerikanskiy, bunisi kanadskiy. Hop, amerikanskiy. Sas ko'rinayotgan narsa barbekyu sos, to'g'rimi? Albatta. Hop. Sosiskasi har xilmi? Ha, boshqacha. Mana sosiskasi yoqdi menga ko'proq. Mashinamiz qizuvga o'xshyapti. Bugun meni 1,5 soatlik kardio kutyapti. Hop, bu qanaqa? Bu uzum shaftolili bo'lishi. Rangi rostdan uzum shaftoliga tortyapti. Xili juda ham ko'p. To'g'risi bir 30 xil, 40 xil atrofida bor. Mana banishni maketi bor-ku, birga bir mazasi. Lekin to'g'risini aytavering. Sal shirasini tushirgan bo'lardim. Juda ham. Men uchun shirin ozgina. To'g'ri. Uchinchi xuddi yeb ko'ramiz. Men hit-paradda mana bunaqa joylarga kirgan bo'lardim. Birinchi o'rinda koreyskisi yoqdi, kanadskisi ikkinchi o'rinda, uchinchi o'rinda amerikanskisi. Koreyskisi menga yoqdi, kelib o'zingizdan yeb ko'ringlar, baho beringlar.